Assalomu alaykum. Aynan bugun ma'muriy yustitsiya, aynan mana shu ma'muriy yustitsiya doirasida ikkala davlat, ya'ni Rossiya hamda O'zbekiston davlatida ma'muriy yustitsiya mavzusi doirasida taqdimotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Aynan ushbu taqdimot doirasida birinchi navbatda ma'muriy yustitsiya o'zi nima va aynan mana shu ma'muriy yustitsiya doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar, mana shu ma'muriy yustitsiya doirasida fuqarolarning huquqlari qanchalik tiklanayotganligi, ikkala davlatda amalga oshirilayotgan islohotlar, ma'muriy yustitsiya doirasida aynan aytishimiz kerak bo'lgan uning huquqiy maqomi va shu bilan birgalikda ma'muriy yustitsiya doirasida qilinayotgan ishlar to'g'risida ikkala davlat qiyosiy tahlili misolida taqdimotni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Nega Rossiyani tanladim? Aynan Rossiya O'zbekiston huquqiy jihatdan ham aynan Romano Germano oilasiga mansub bo'lganligi uchun Rossiya davlatini olishga qaror qildim. Aynan O'zbekiston hamda Rossiya doirasida ma'muriy yustitsiyaning qanchalik doirada amalga oshirilayotganligi, ya'ni aytishimiz mumkin bo'lgan O'zbekistonda deylik ma'muriy yustitsiyaning ikkita turi borligini o'rgandik yaqinda. Aynan o'sha ma'muriy yustitsiya doirasida ikki xil tartib, ya'ni ma'muriy tartib hamda sud tartibi amalga oshirish jarayonini ko'rib chiqdik va izlanishlarimdan shundan kelib chiqib xulosaga keldimki, aynan mana shu davlatlarni qidirayotganimda deyarli juda ko'p mamlakatlarda 5 ta mamlakat ko'rib chiqqanmiz. Fransiya, Finlandiya, Germaniya, Norvegiya va shu bilan bir qatorda Polsha davlatidagi ma'muriy yustitsiya, aynan ularda ma'muriy sudlarni amalga oshirish tartibi borasida izlanishlarim natijasida shunga guvoh bo'ldimki, aynan O'zbekistonda ma'muriy yustitsiyaning ikkita tartibi mavjudligi va boshqa davlatlarda, Rossiya kabi boshqa davlatlarda ham faqatgina ma'muriy tartib emas, ya'ni sud tartibida ma'muriy yustitsiyaning amalga oshirganligini guvohi bo'ldim va Rossiya davlatini olishga qaror qildim. Va quvonarli jihati shundaki, aynan bizda ma'muriy tartibni ham mavjudligi bu ancha bizda keyinchalik fuqarolar huquqlarini yana ham himoya qilishda aynan bir o'zini bir muhim ahamiyatga ega ekanligini isbotladi. Keling, endi aynan mana shu taqdimot doirasida ma'muriy yustitsiya o'zi nima va mana shu ma'muriy yustitsiya doirasida ikkala mamlakatda ham qanday farqlar mavjudligi, bizning mamlakatimizda qanday, Rossiyada qanday va shu kabi mamlakatlar misolida ma'muriy justitsiyani o'rganib chiqamiz. Keling, endigi navbatni aynan o'sha ma'muriy justitsiyaga bersak, aynan mana shu deylik taqdimot davomida ma'muriy justitsiya haqida ma'lumot berar ekanman. Ma'muriy justitsiya o'zi nima? Keling, avvalambor mana shu justitsiya so'ziga tarjimasiga izoh beradigan bo'lsam. Aynan mana shu justitsiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, justitsiya ya'ni odillik, qonuniylik ma'nosini anglatadi. Aynan bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ma'muriy justitsiya bu ya'ni jismoniy hamda yuridik shaxslar, ya'ni fuqarolarning, davlatning mansabdor shaxslari, davlat organlarida ishlayotgan aynan mana shu davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning fuqarolar bilan bo'ladigan munosabatlarda ma'muriy huquqiy nizolar vujudga kelganda, aynan o'sha fuqarolarning huquqlarini tiklash, ularning huquqlarini himoya qilishda justitsiya o'zining muhim o'rniga ega deb bilaman. Aynan ma'muriy justitsiyani bir mafhum tushuncha sifatida ham olishimiz mumkin. Aynan mana shu ma'muriy justitsiyani aytib o'tadigan bo'lsak, ma'muriy justitsiya bizga nima uchun kerak? Aynan deylik, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ma'muriy justitsiya bu aynan o'sha jismoniy hamda yuridik shaxslarning ma'muriy huquqiy nizolari vujudga kelganda, agar ularning huquqlari poymol bo'lganda, ularning huquqlari buzilgani sababli ularga nisbatan qilingan adolatsizliklarga qarshi chora ko'rishda ma'muriy justitsiya bu juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Aynan uning maqsadi nima deydigan bo'lsak, aynan mana shu ma'muriy justitsiyaning maqsadi, aynan bu Rossiyada bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, aynan ma'muriy justitsiyaning maqsadi bu aynan fuqarolarning, ya'ni jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularning huquqlarini poymol etilishiga yo'l qo'ymasdan adolatni tiklash deb bemalol baralla ayta olaman. Xo'p, aynan ma'muriy justitsiya tushunchasi haqida aytib o'tdik. Aynan mana shu ma'muriy justitsiya haqida aytib o'tar ekanmiz. Aynan bugungi kunda O'zbekistonda ma'muriy justitsiya islohotlar maydoniga aylanib bormoqda. Aynan 2017-yilda tashkil etilgan ma'muriy sudlar va aytib o'tishimiz mumkin kerakki, aynan o'sha 2017-2021-yillarda harakatlar strategiyasi doirasida o'sha qonuniylik, adolatni ta'minlash borasida ma'muriy sudlarga bo'lgan e'tibor, yana ham ma'muriy justitsiyaga nisbatan e'tibor kuchaydi.
yana shu bilan aytib o'tishimiz mumkinki, 2017 yil 8 sentyabr Prezidentimiz farmoniga binoan ma'muriy sudlar konsepsiyasi to'g'risidagi farmonga binoan ham ma'muriy yustitsiyaga alohida e'tibor berilmoqda. Aynan mana shu ma'muriy yustitsiya deylik mana shu ma'muriy sudlar tashkil etilganidan beri ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun doirasida ham o'z faoliyatini amalga oshiradi. Xo'p, aynan O'zbekistonda ma'muriy yustitsiya aytib o'tganimizdek 2017-yilda tashkil etilgan bo'lsa, 2021-yildan boshlab o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Aynan bu doirada deylik o'sha fuqarolar yuzaga keladigan muammolarni eshitish va ularga to'g'ri yechim bera olish va shu bilan bir qatorda ularning huquqlarini himoya qilishda ma'muriy yustitsiya o'z kuchini ko'rsatmoqda. Aynan o'sha izlanishlar natijasida huquqshunos Qosimovning fikriga ko'ra, aynan ma'muriy yustitsiya bu ommaviy xarakterdagi jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlarini himoya qilishda davlat organlari, mansabdor shaxslari hamda fuqarolar o'rtasidagi ma'muriy huquqiy nizolarni himoya qilish to'g'risidagi ommaviy xarakterdagi mexanizm hisoblanadi. Va aynan mana shu ma'muriy yustitsiya O'zbekistonda ikki xil tartibda, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ma'muriy tartib hamda sud tartibida amalga oshiriladi. Xo'p, endi Rossiyada ma'muriy yustitsiyani amalga oshirish doirasida islohotlar natijasida shunga amin bo'ldimki, aynan bir nechta maqolalardan kelib chiqib shunday xulosaga keldimki, Rossiyada aynan mana shu ma'muriy yustitsiyani faqatgina sud tartibidagi ko'rinishi mavjud ekan. Bizdagi kabi ma'muriy tartibda yo'q ekan. Aynan mana shu Rossiyada ma'muriy yustitsiya bu aynan o'sha 2015-yilda tashkil etilgan ma'muriy sud ish yurituvining protsessual kodeksi orqali amalga oshiriladi hamda Rossiyada ma'muriy sudlar asosan deylik umumiy yurisdiksiyadagi sudlar bo'yicha amalga oshiriladi. Ya'ni ma'muriy sudlar tizimi tarkibiga keladigan bo'lsak, aynan ular harbiy sudlar hamda ma'muriy sudlar kollegiyasi hamda intellektual huquq bo'yicha ma'muriy sudlar tizimidan tashkil topgan ekan. Aynan mana shu davlat qarorlariga qarshi shikoyat qilish, aynan o'sha davlat tomonidan qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar bo'ladimi, aynan qonunchilik doirasida fuqarolarning agar huquqlari, manfaatlari poymol etilayotgan bo'lsa, ularning huquqlarini himoya qilish u yerda xuddi O'zbekistondagi kabi asosiy maqsad qilib olingan va shu bilan bir qatorda aynan mana shu jarayonlarni amalga oshirishi elektron shikoyat hamda sud jarayonlari asosida amalga oshiriladi. Ya'ni ma'muriy yustitsiya doirasida ma'muriy sudlar o'z faoliyatini amalga oshirar ekan, u yerda umumiy yurisdiksiya asosida sudlarning amalga oshirilishi protsessual qoidalar asosida amalga oshiriladi. Xo'p, taqosiy jadvalga o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda aytik ma'muriy sudlar mavjud. Aynan O'zbekistonda ma'muriy tartib bo'lsa, Rossiyada esa faqatgina sud tartibi. O'zbekistonda ikki xil tartibda amalga oshirilsa, Rossiyada faqatgina ma'muriy sud tartibi umumiy yurisdiksiya sudlari orqali hal qilinadi. Aynan ularda deylik bizda ma'muriy yustitsiyaning asosi sifatida deylik o'sha ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun va bir qancha qonun hujjatlari bo'lsa, Rossiyada esa ularning asosiy hujjati bu ma'muriy protsessual kodeks hisoblanar ekan. Va xulosamga keladigan bo'lsam, har ikkala davlatda ham aynan mana shu eng quvonarli jihati shundaki, ikkala mamlakatda ham bu birinchi o'rinda qo'yilgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish ikkala davlatda ham eng asosiy vazifalardan biri ekanligi meni quvontirdi va O'zbekistonda aynan o'sha mustaqil sudlar afzallik hisoblansa, Rossiyada esa aynan yagona sud tizimi faqatgina aynan o'sha umumiy tartibdagi sudlar tarkibida ma'muriy ishlarni ko'rilishi bu O'zbekistonda alohida tashkil etilgan ma'muriy sudlarni borligi yana bir quvonarli farqli jihati deb bilaman. Bizda alohida ma'muriy sudlar tarkibida ko'rilsa, Rossiyada esa umumiy tartibda, ya'ni umumiy yurisdiksiya tartibida sudlar orqali ma'muriy yustitsiya amalga oshiriladi. Va shundan kelib chiqib aytishim mumkinki, aynan mana shu ikkala davlatda ham elektron platforma orqali aynan shu shikoyatlarni ko'rib chiqilishi va aynan o'sha ma'muriy yustitsiya doirasida ishlarning ko'rib chiqilishi, doirasida ishlarning tezlashi aynan mana shu elektron platforma orqali tezroq sodir etiladi deb o'ylayman. Va bundan kelib chiqib aytishim mumkinki, aynan ma'muriy yustitsiya doirasida fuqarolarning qonunlar, normativ huquqiy hujjatlar ustidan shikoyatlarni eshitish orqali ularning huquqini himoya qilishga qaratilgan asosiy
bir tushuncha sifatida aynan quyidagi xulosalarga keldim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xato qilgan bo'lsam, kamchiliklarim uchun uzr so'rayman.